Hamma bilib qo'ysin. Er-xotinlar ham, yosh qarilar ham, ota-onalar ham. Bolasini, oilani buzishga, buyurishga ota-onani haqqi yo'q shariatda. Haqqi yo'q. Haligi gap bu. Allohning arshini larzaga keltiradigan narsaga majburlashga ota-onani haqqi yo'q. Kelin kuyov bir-birini yaxshi ko'rib, birga yashaymiz deyaptimi? Sharoit yaratib berish kerak. Erkakning tarafi ham o'g'liga xotinini taloq qilishga haqqi yo'q deyishga, ayolning tarafi qiziga shundan ajraysan bo'lmasa bolanmassan deyishga haqqi yo'q. Bu shariatdagi sobit gap bu. Bugungi sharoitdan kelib chiqib aytilayotgan gap emas. O'sha qadimgi imomlardan, Imom Ahmaddan, Imom Abu Hanifadan, ulardan oldingilardan sobit bo'lib kelayotgan shariatning hukmi shu.